Bunga faqat ozgina qurilishdan xabari bor odam bo'lsa bo'ldi. Va bunga mana shunday направляющийлari bilan amalga oshiriladi. Mana shunday chekkalarda направляющийлari bo'ladi mana. Mana bu Swedish panelda qalinligiga qarab tayyorlanadi. Pastga perforatorlar teshib betonga anker bilan qotirib va panelda shunga sanchasiz va undan keyingi qatlamlarini mana shunday holatda mana bir-biriga mana shunday zamok bo'lib tushib ketadi mana. Mana ko'rganlaringdek penoplastlar hammasi bir-biriga plotno bo'lib tegadi. Baydan mana sovuq havo yoki shovqin o'tmaydi. Mana hammasi bir-biriga cho'tka plotno tekkan. Mana shunday holatda bo'ladi mana zamoklari kelishlari. Va eng yuqori qismiga направляющий bilan bekitiladi. Xohlasangiz tom qismiga ham sendich paneldan bekitishingiz mumkin. Xonani uzunligiga qarab yoki balandligiga qarab enini yoki uzunligini siz xohlagan o'lchamda tayyorlab beramiz. Qalinligini ham siz xohlagan qalinlikda va plotnosida tayyorlab beramiz.